gapiring. Короче, shu kanalingizda nechta obunachi bor? Savol. Kanalimga YouTube nechta obunachi bor? YouTube'ga хотя бы 29 sayda ikkita go'shtim mumkin. Yaxshi. Birinchi savolga javob bering. Endi ikkinchi savolga o'tsak. Ikkinchi savolim shu sizga nakrutka urishga o'ylaganmisiz? Boya bergan savolim shu YouTube'ga nakrutka urgani o'ylaganmisiz? Bosh gapiga tushmadim, biroz balandroq mayli. Shu odam qo'shish degani, pulga odam qo'shasiz. Shunaqa. Bir minut. Xo'p, rahmat. Bu savolga ham javob berganingiz uchun rahmat. Xo'p, yana bitta savolim. Minecraft o'ynaysiz-ku? Mod qo'shasiz, to'g'rimi? Siz telefonda o'ynaysiz-a? Lexa. Lexa jon. Labay. Shu siz telefonda o'ynaysiz, Minecraft'da? Xuddi shunday, to'g'ri. Mod qo'shib o'ynaysiz-a? Albatta shunday. Telefoningizda mod qo'shganingizda qotadimi yoki qotmaydi? Yo'q, unaqa gapirishlarda, короче. Ko'p qolmaydi, biroz qotadi, ko'p emas, biroz. Sizga ham YouTuber, blogerlarga o'xshab notebookda o'ynayingiz keladimi? Yaxshi kiraman, lekin unaqa bironta unaqa modlarga logotip ham qilmaydi, ish ham qilmaydi, bo'lishi mumkin. Yaxshi. Bu savolga ham javob berganingiz uchun rahmat albatta. Arzimaydi. Keyingi anonda o'tadigan bo'lsak, savolga o'tadigan bo'lsak, menga savol ham qolmadi boshqa. Короче, nima derdim? Kanalga obuna bo'ling, bolalar, obunachilar. Lexa o'zi ham kanalni tashlayman. Короче, kommentariyaga obuna tashlaylar bolalar, короче. Hop, meni ham orzu qilaman. Hackerdi videolarim bilasizmi? Lexa. Bilasizmi? Biroz balandroqda. Hackerni ovozini bilasizmi? Videolarini. Videolarini bilasizmi? Xo'p. Biladigan bo'lsak, bu bitta kanal taklif qilgandiki, to'g'rimi? Nima derdi? Agar 500 ta obunachidan ko'p obunachingiz bo'lsa, endi siqilib o'tirib
qilish shart emas deb aytadi-ku. Bitta Telegram kanalda taklif etadi. Unda 500 ta obunachidan ko'p obunachi bo'lsa, agar bo'lsa, uni 5 milliondan ko'p pulga sotish mumkin deydi. Hacker shunaqa deydi. Men ham shunga qimir-qimir harakat qilaman kanalimga. Sen xuddi shunday ishda, to'g'rimi? Hamma blogerlar ham shunday-ku, to'g'rimi? Shunday qoldi unaqa. Hacker bor-ku unaqa kanalni sotmoqchi edi. To'g'ri. Sotmoqchi edi, lekin sotmadi. Chunki to'g'ri ish qildi, chunki uni obunachilar ham notebook olmoqchi bo'ldi. Bolalar gap bo'lsanglarda, qachon yangi video oladi? Kommentariyada borlar. Keyin hammaga xayr, videosini qo'ygan 5 minutlik videoda. Qo'ygan, men ham tasdiqlandim. Ketmang deydi, keldi, lekin hackerni nomeri ham yo'q edi-da, tajmenda. Bolalar nega unaqa qaysi nomeri bor edi, beradi, lekin yo'q-da. Lekin bor narsa ishlaydi. Hozir chiste shunaqa edi. Misol siz ham harakat qilasiz 500 ta obunachi bo'lishga, 5 millionga sotishga. 5 million emas. 5 millionga obunachi. Keyin yapayang kanal ochaman. Keyin unaqa chiroyli qilib videolar yo'taman deydi. Ikkalamiz o'ynaymiz, tashlaymi? Davay. Keyin unaqa Minecraftga server. Короче, bolalar obunachilar kanalga obuna bo'lsanglar, Behuzda intervyuni ham oldi. Короче, aytgan gapim shu faqat. Ko'rgan bo'lsanglar hammaga rahmat. Kommentariya va like-ni ayamay qo'ysanglar bo'ldi. Qachon yaxshi kerak. Buni kanalga obuna bo'lgan bo'lsa va hackerni videolarini sevib yaxshi ko'radigan bo'lsa, meni ham kanalimga va Beha Uzjonni ham kanaliga obuna bo'lib tashinglar bo'ldi. Qarich hamma xayr, intervyu tugadi bo'ldi.